Assalomu alaykum akalar, Moshina savdo kanalida pul yangita Nexia kelib qoldi akalar. Bitta ko'ringlar. Mashinamiz Passatkalari bo'lgan, tayyorgarlari bo'lgan. Mashinamiz ichki holatlarini bitta ko'rsatsam akalar. Mashinamiz pechka, metka, matfon, kolonka hamma narsasi bor akalar. Putlargacha bor deyapti. Evakuatsiya solingan, chexol bo'linlar qilingan, barlar yaxshidan olib bergan. Tayyorgarlari ruxsatnomasi yo'q ekan, o'zidan ham ovolasizlar akalar. Mashinamiz Passatkasini ko'ringlar. Mashinamiz yili 2013-yil, kraskalari bor ekan aka, 70%, 80% deyapti egalari. O'zlari uchun ustalar olib kelib tekshirdilar, notasofni sanaverasizlar. Lekin Passatkasi haqiqatda maza qilib akalar. Bitta uzoqdan olib bering, mashinani turishini qarang. Olov bo'lib turibdi, olov. Mashinamiz 1.6. Mashinamizda motor holatlari choklari ham yaxshi turibdi endi. Puli yarasha kerak, lekin to'g'ri qattiq DTP bo'lmagan ekan. Mashinamiz qattiq chiroyli holatda, ledlar ustanovka qilib qo'yishgan. Yanada kalit yuradi. Motor xadoy karokalarda ish yo'q deyapti akalarimiz. Akalar zon naq bo'ldi. 2013-yil talash torsiz zon naqga keltirib berdi, xudo xolasa. 2013-yil $2300 oxiri qadalgan ekan akalar. Mashinamizda xohlagan hujjat bo'ladi akalar, bosinglar. Zon naq bo'ldi akalar. Bitta o'ylab ko'ringlar, bitta Matiz puliga yaxshi pul o'ylayman akalar. Yaxshi Matizdan hozir 3000 dan atrofida minaman deganlar. Lekin bu Nexia Q akalar. Holatini bitta ko'ringlar. Qatda 2013-yil. Bosinglar aka 1.6.